Bu yerga aslo qadam bosmang. U yer Amerikaning Nevada shtatida joylashgan bo'lib, u eng sirli va eng qattiq qo'riqlanadigan maxfiy baza bo'ladi. Uning nomi bu joy hatto rasmiy xaritalarda ham ko'rsatilmagan. Atrofida esa samolyotlar uchishi taqiqlangan. Bu yerda nima bor? Rasmiylar aytishligi bo'yicha, bu yer yangi samolyot va yangi dronlarni sinovdan o'tkazadigan maxfiy baza. Lekin ko'plab sobiq xodimlar, hattoki olimlar aytishicha, bu yerda o'zga sayriliklar, ularning kemalari va hatto ularning jasadlari saqlanadi. 1989-yilda Bob Lazard ismli odam o'zini shu bazada ishlaganini aytib chiqdi. U aytishi bo'yicha, u yerdagi texnologiyalar insoniyatga tegishli emas edi. Eng qizig'i, 2013-yilgacha AQSh hukumatı bu joy borligi haqida inkor qilib kelgan. Endi esa uni bor deyshadi. Lekin nima uchun? U yerda haqiqatan ham nima yashirib kelinmoqda, hech kim bilmaydi. Kontent yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang va keyingi videolarim qaysi mavzuda bo'lish kerakligini Telegram sahifamda belgilang.